Assalomu alaykum, paradishli mujiki, dasto'yli mujiki. Mana akam kelibdi ekanlar Tailandga o'shancha joydan. 15-boyim bo'ldi. Boy 1-iyulga qoldirildi. Akam aytib, "Padishka nima padishka?" dedilar. Menga hamma narsa yetarli aka. Hammasi chotki deb aytdim. Bu kishiga aytdim, "Aka bitta interes bu. O'zbekistonga boyinlar bor, tirnoqga qilib yuribdi, lekin moddiy tomondan yo'q. Aka siz yordam qiling, men moddiy tomonlama. O'zbekiston bayrog'ini ko'taradi. O'zbekiston bayrog'ini ko'targan paytda sizda aytadi, o'sha vaqt siz maza qilasiz. Akam bo'ldi, gap yo'q ukam, siz nima desangiz shu deb aytdilar. To'g'ri. Ukajonim, agar zo'r bolalar, ikkita, uchta bola uradi, siz yo'qdi uka, mana shu bo'ladi desangiz, o'sha bolani padeshi qilaman. Samolyot puli hamma narsa mendan. Meni haqiqatan gap uchun bo'lib qolmaslik kerak. Faqat nima dey, hayb uchun emas, tirnoqcha qilish kerak. Mana bunday joylarga kelinadi inshaalloh. Yutiladi. Bu yerdan katta promossionlar o'zlari olib ketib, inshaalloh Alloh beraman hech narsa emas. Ana shunday padishka qilayotgan akalarni ushlab qolish kerak, radnoylar. Faqat o'sha bolalarni o'zi tanlaysiz, aka mana shu dastoyni desangiz, o'sha bolalarni men любой tarafdan yordam qilaman. Gap yo'q, inshaalloh boy bo'ladi. Mana O'zbekistonga boylar bo'lyapti. Tushasizlar, bitta tanlov olinadi, 3tami, 4tami shuni olib kelinadi, hamma yeb ichar. Nima? Kakpalon, oyma-oy pul, sport pitani hammasi akadan. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Joningiz sog' bo'lsin. Gap yo'q. O'zbekiston olg'a nima deyapti?